200, 300, 400 ming yusiga open case qilib, wow qilib video qilsam bo'lardi. Lekin bolalar, qaranglar, sizlar PUBG Mobile'ga kiryapsizlar va sizlar har bitta otganlaringizga 60 yusidan olyapsizlar. Bunaqa challenge ni biza start berdik. Ya'ni har kuni bitta obunachimizni olib 60 yusilik challenge ga start berdik. Har bitta killga 60 yusidan hisoblanadi. Sizlar 50 ta kill qilsanglar ham 60 yusidan hisoblanadi. Shu uchun like ni bosinglar. Like bepul, obuna bepul. Har bitta videomiz 1000 tadan like yig'sa agar biza mana shu challenge ni davom ettiraveramiz. Faqatgina 1000 ta yoki 1.5 ta like. Maksimalni like bossanglar, kuniga 2 ta video chiqaraman. Har bitta obunachimizni 60 yusilik challenge ga men qo'shaman. Shu uchun ketdik bolalar. Voy. Bir tushsa lekin Asilbek yomon qiynayman boribsizlar. Agar hozir bir tushsa Asilbek, P90 tushsa yomon qiynayman. 7, 6, 5 tushma arbalet. 3, 2, 1, 2. MK tushdi. Xo'sh, qaranglar, Asilbekka hozir tushishdan oldin men sizlarga tushuntirib o'tib ketaman. Bolalar, bu yerda 8 gacha raqam bor. Ya'ni ruletka qaysi raqamda to'xtasa, o'yinchiga o'sha aruja beriladi. Va bolalar, o'yinchi agar 10 ta kill qilsa agar, arujani keyinchalik almashtira olishi mumkin. Agar 10 ta kill qila olmasa, arujani almashtira olmay, mana shu arujada qolib ketadi. Hozir Asilbekka ko'ramiz nima tushadi. Menga hozir MK tushdi, Asilbekka 5. Voy! Arbalet tushdimi Asilbek? Voy, Asilbekka arbalet tushdi. Voy! Davay Asilbek, harakat qilish kerak. Ketdi. Davay Asilbek. Men keldim. Davay. Oo, men ayamayman lekin. Bitta killim bor meni. Davay, har bitta kill 60 yusidan. Uy, o'q tegdi lekin. Voy. Yaxshi. Davay. Voy, o'q tegdi. Voy! Voy, молодец. Молодец. 60 yusi bor va bitta kill bor. Qani u? Asilbek? Davay. Men uchib boraman. Ketdi. Yaxshi, 3 ta kill bor bizda. Asilbek, harakat. Otlaymiz, o'pdi, zarajat qilib olsin. Biz chesni o'ynaymiz. Indamaymiz, o'pdi, arbalet qiyin. Voy! Davay. Voy, lekin hozir otmoqchi edim, rostdan otmoqchi. Men shans bermoqchi emas edim. Yaxshi. 120 yusi bor. Asilbekda hozircha 120 yusi kistasida bor. Kashilogida. Ketdi. Davay. O'ldirsangiz jinni bo'laman. Voy, tegdi o'qi. Voy, o'q tegdi. Qanday saklayman? Men uydaman. Davay. Davay Asilbek. Jonim bir HP. Davay Asilbek, davay. 10 ta kill arbaletdan. Voy. 3 ta kill bo'ldimi hozir? 180 yusimi Asilbek? 3 ta kill bo'ldi. Zo'r. 3 ta kill 180 yusi. Yaxshi. Bu juda yaxshi. Voy. Nimalar bo'lyapti? Bo'l, menda 4 ta kill. Agar hozir men 10 ta kill qilsam, aruja almashadi. Davay. Temimiz zarajat qiling. Bilaman, qiyin aruja, bilaman. Bu narsani hamma biladi. Qiyin aruja bu. Lekin baribir o'ldirib qo'ydim. Tomdaman. Takrayman. Voy. Mana boraman. Davay. Yaxshi. 6 ta kill menda, hozir menda aruja almashadi, lekin arbalet tushsa menga qiyin bo'ladi lekin. Menga rostdan qiyin bo'ladi. Davay Asilbek, u ko'proq kill qilish kerak. Voy, 7 ta kill oldi Asilbek. Bo'ling, tezroq bo'ling. Voy,
Bam! Voy! Qanday urib qoldim kulakni? Zo'r. Davay. Davay. Aslbekka juda qiyin. Tegadi bo'yladi, lekin tegmadi. Men lekin shans berganim yo'q, to'g'risi mana 100%. Shans bersam agar aytaman, shans berdim deyman. Lekin shans berganimiz yo'q. Voy. Davay. Qora beramiz. Zarajat qilishga. 4 ta kill bo'ldimi Aslbek hozir? 8 ta. Yo'q. 8 ta kill manda u. Sizda nechta bo'ldi? Ha. Sizda 4 ta kill hozir. 4 ta kill 240 UC bo'ladi. 10 ta qildim men. Menda aruj almashadi. Davay, qarang. Aruj almashadi hozir. Menimcha menga faqat. Yana bilmadim. Go. Ketdi. Sizga. Aslbek arbalet tushsa lekin siz yutdingiz bu o'yinni, ishoning. Arbalet tushsa agar siz yutdingiz, 100% ishonaman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 7, 6 va 5, 4, 3. Sayga. Sizga ham almash ekan. Sizga ham almash ekan. Voy, sizga ham almash ekan. Bo'ldi. Aslbekka endi hozir arbalet tushmasa bo'ldi Aslbek, lekin ishoning arbalet tushsa bor-ku, yotib olib kulsam kerak hozir sizlar. P90 tushsa yutdingiz bu o'yinni. Agar 1 tushsa yoki 6 tushsa o'yinni yutdingiz. 7, 6, 5, 4. Biza esa sizlar bilan Bulldropda bolalar Faraon keysini 4 marta ochib, necha UC ishlab olishimizni ko'ramiz. Qani bo'lmasa, ketdik bolalar. Xo'sh, Faraon keysini 4 taligini 4 martadan ochamiz. Ketdik. 12000 UC har bitta ochish. Qani bizaga PUBG Mobile akkauntimizga necha UC chiqarib olishga bugun bizaga Faraon berar ekan. Xo'p, birinchisiga biz yutqazdik 7400. Yana bitta ochamiz chunki 3 ta ochish qoldi bizda. Xo'sh, 3 ta ochishda bizaga nima beradi? O'ylayapmiz. Bitta mashin bersa bo'ldi, biza boy biza. Xo'sh, 13000 UC bor bizda. Yana 2 ta ochish qoldi. Xo'p, 2 ta ochishga agar bitta Faraon bersa, men 10 ta obunachimga akkauntiga donat qilib berar ekanman agar Faraon tushganda. Lekin tushmadi. Bitta ochish qoldi. Qani bizaga qancha UC beradi bolalar? Ketdik. 30000 UC bersa ham biza 4 dan 5 ta obunachimizni xursand qilar ekan biza. Yo'q, bizaga 6440 UC tushdi. Ana endi hozir bolalar bizning balansimizda 11529 UC bor. Ya'ni bu bulldrop.uz sayti bolalar. Sizlar bu yerda arzon pulga katta UC chiqarib olsanglar bo'ladi. Xuddi mendek bolalar. Hozir tushuntirib o'tib ketaman. Bulldrop.uz sayti kommentariyada bolalar qoldiraman kirish uchun o'zbek tilini tanlaysizlar va hisobni to'ldirishga o'tasizlar. Ya'ni sizlar balans to'ldirib UC'lar ko'paytirsanglar bo'ladi. Qaranglar. Birinchi bo'lib sizlar 100 ming so'm balans to'ldirsanglar agar sizlarga bolalar 438 UC beryapti. Promokodni kiriting degan joyiga katta harf bilan Suyetajon promokodini kirgizasizlar. Suyetajon promokodini kirgizgandan keyin sizlarga 20% bonus beradi bolalar. Suyetajon promokodi. Ana endi 100 ming so'm to'ldirdinglar, 20% bonus oldinglar. Keyin esa keyslar bo'limiga o'tib, keys ochib, UC'lar ishlaysizlar. Hozir sizlar bilan biza kerakli Arcase degan mana bu boboni ochamiz. Qani? Bu keys bizaga 5 taligini ochamiz, yuqori xavf bilan 4600 UC ga. Qani? Qancha UC beradi deb o'ylaysizlar bizaga hozir? 4600 UC. Ya'ni bir ko'proq berar. Yo'q. 3975 UC. O'rtacha xavf ochaylik. O'rtachada ochaylik. O'rtacha yaxshi bizaga. 4600 UC ga ochamiz qani? 4600 UC ga ochamiz biza Arcase keysini. Bizaga Arcase keysi bolalar 8729 UC beryapti hozir Arcase keysi. Endi esa 10 taligini 9000 UC ga ochamiz. Ketdik bolalar. 9000 UC ga bizga nima berishi mumkin? Yoki yutqazib qo'ydik bolalar. Menimcha yutqazdik. Bo'ldi, yutqazdik bolalar. Menimcha yutqazdik, ishoninglar. 9000 UC ga ochgan bo'lsak, 9361 UC yo yutqazganmi hozir? O'sha ekan. Yana bitta ochamiz. Qani hozir bu safar yutqazdik. Menimcha yutqazdim bolalar. Ishoninglar, men hozir 100 ga yutqazib qo'ydim.
7999 UC. Yo, normalniy. Endi bitta tez ochish qilamiz, xuddi PUBG ga tez ochishlar. Ana endi ko'ramiz. 15117 UC bolalar. Bizning balansimiz 20000 UC ga ko'paydi bolalar. Ko'ryapsizlarmi? Bu UC ni endi biza PUBG Mobile accountga tashlashni o'rganamiz. Xo'sh, birinchi bo'lib profilni bosamiz, chiqarib olishni bosamiz keyin. Mana bu yerga miqdorni kiriting degan joyiga biza yozamiz. Masalan, 32000 tangamiz bo'lsa, kelinglar 20000 yozamiz. 20000 tanga bu qancha bo'lyapti? 20000 tanga bolalar? 26605 UC bo'lyapti hozir. 26605 UC biza hozir chiqarib olsak bo'ladi. Bitta bosib. 3 2 MK. MK ga qarshi sayga bolalar, Drabovik. Ana endi hozir bu bola meni yeydi ana endi. Voy jonim bir xep ishoning jonim bir xep. Davay. Agar hozir siz 10 ta kill qilsangiz agar 120 UC bonus olasiz. Tezroq bo'ling. Muhim deydi-ku, bitta kill bor. Zo'r, bitta kill bor. 60 UC yana qo'shimcha bor. Xo'sh, sizda hozir 5 ta kill, opchi hisobda 5 ta kill 240 300 UC bor sizda. Voy, bekor saygada men piyoda keldim bor-ku. Sizda 360 UC bor. Men qo'limga qaytib Drabovik olmayman. Men qo'limga Drabovik olsam ana endi yaxshi, zo'r. Menda hozir 3 ta kill hisobladim menda. Voy, bug bo'ldi. Men yerga tushib qoldim. Yaxshi. Aslida 7 ta kill 60 UC dan hozirda 7 ta kill bor. Eshitmayapsiz? Mana men ko'chada-ku men. Oy, 14 ta kill qildim. Bo'ling Asilbek, bo'ling. UC'larni ishlash kerak. Bunaqa omad hech kimda yo'q lekin. Kamdan kam. Men oxirigacha otmadim. O'zimcha men priyom qilmoqchi bo'ldim. Hozir qaribga o'xshab. Nima qilyapman men? Nechta berayman sizga? Voy! Yaxshi. Mayli, hammasi deb edit qilib kimdir 100 ming prosmotr olsa, bitta RP bor mendan. Edit, davay. Xato qildim. Uzr, xato qildim. Agar hozir 10 ta kill qilsangiz, barabar aylanadi va siz bonus olasiz. Agar hozir 10 ta kill qilgan bo'lsangiz, barabar aylanadi. Sizda hozir 11 ta killingiz bor. Bu deganiki 660 UC. Davay. Qani nima qiynayman sizni? Yeyman. Ajiyman. Men pik qilaman men sayga bilan. Men pik qilaman. Men pik qilaman. O'nta kill bo'lmadimi hali sizda? Davay, 13 ta kill bo'libdi. Yo, 13 ta kill, lekin ikkinchi raundda 10 ta kill qilmadi siz hali. Hozir 10. Davay, men shu yerda. Ha, bo'ldi. Bayram tugadi. Bo'ldi. Yangi yil bayrami tugadi ana endi. Bo'lmay. Kutingman, boryapman. Yomon uraman lekin o'shani. Aytayapman-ku, bayram tugadi, men comeback qilaman. Comeback, давай, comeback. 18 kill, давай.
Yi. Davay, qanaqa uriyotdingiz mani? Yaxshi. Zo'r. Ana, 10 ta kill, 120 UC bonus. Yaxshi. Qaynattiramiz barabarni. Hozir lekin P90 tushsa, ishoning, men sizni bor-ku yeyman, agar hozir bir tushsa agar. Agar bir tushib qolsa, o'ldi. Hisoblaylik, o'lgansiz. Necha tushadi deb o'ylaysiz menga? 4. 5. Bu 6. Grazda. Voy, menga grazda berdi. Davay. Короче, men sizga bor-ku bilasizmi tushadi deb o'ylayman. 8 tushadi deb o'ylayman. Yo'q. 8 nima o'zi? Qanaqa оружие ekan 8? Aralash beradimi yo? Davay, qani? Xo'sh. 1 8 7 Avayim berdi bu bolaga. Davay master class kursing qani avayimda obunachilar ko'rsin. Voy, o'qitiydi lekin молодец. Lekin endi shans yo'q, ishoning, men sizni yeyman hozir. Men sizni yeyman-ku. Yedi-ku. Men sizni yeyman. Yaxshi. Davay Asilbek. Qayerga ketdingiz? Men sizni qo'llayman. Deydi u qiz, lekin bilaman, hozir siz asabdasiz. O'qish tegyapti, men o'lmayman. Bu narsani bilaman. Tegmadi yana. Ana endi men sizni yeyman. Uy, menga nima graza beradi? Men grazani sevaman-ku, men Asilbek. Davay. Tomda emasman, ko'chadaman. Koş. Asilbek 3 ta killdan keyin arıjanmagan. Короче, sizda shans yo'q ekan. Shu narsani bildim. Avayimda shans yo'qligini bildim. Men shu narsani bildim. Mama qarang. Davay. 10 ta kill. Arıja almashadi hozir. Ketdi, arıja almashadi. Qarang, Asilbek. 14 ta kill bor. Hozir sizda 6 ta kill qilsangiz tushgan arıjada o'yin tugaydi. Chunki 16 minut vaqt bu juda cho'zilib ketadi. Sizda shans bor hozir, agar 6 ta kill qilsangiz, men sizga yana qo'shimcha bonus sifatida yana UC beraman. 60 UC lardan tashqari. Tushundingiz-a? 6 ta kill tezroq qilishingiz kerak. Menga P90 tushdi. Menga P90 tushdi bola. P90 tushdi, menga ishoning, men sizni yeyman-ku. Agar sizga ham P90 tushsa, lekin o'yin ravni bo'ladi. Davay, o'yinga ishonaman birini berishini. Voy! 5 berma faqat bu bolaga tur pistolet. Voy! Pistolet berdi. Voy! Короче, kim 6 ta kill qilish o'ynaymiz. Menga endi farqi yo'q. Voy, o'yin tugab qoldi. 14 ta killda qoldingiz siz. Lekin normal. Oxirida omadingiz kelmaganini sababi, men ko'p kill qilganman. O'zi o'yinda 30 ta yoki 31 ta kill qilsa, o'yin tugar ekan. Mayli, uni qo'yib turamiz. Lekin siz hozir 60 UC dan 14 ta kill qilgan bo'lsangiz agar, sizda 840 UC bor. Undan tashqari 10 ta kill qilganingiz uchun ham men sizga 120 UC sovg'a qilaman. Bu deganiki siz 960 UC yutib oldingiz. Ya'ni bu 1000 UC desangiz ham bo'ladi. 1000 UC siz mendan hozir yutib oldingiz. UC tushdi aka. Tushdimi UC? Ha. Necha UC tushdi senga? 185. Bo'ldi. Ishonchli ekanmi? Aldov yo'q ekanmi? Hammasi 100%. Men seni birinchi marta ko'ryapman, seni tanimayman, to'g'rimi? Ha. Bo'ldi. Asilbek, ishingga omad, sog' bo'lgin, salomat bo'lgin.